Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Behzod TV YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan AST2 fraksiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Xabaringiz bor, AST2 fraksiyasining ichish, ya'ni og'iz orqali qabul qilish haqida juda ham ko'plab videolar chiqarib borganmiz. Mana 2015-yildan buyon. Hozirda esa AST2 fraksiyasining kapnitsasi haqida gaplashib o'tamiz. Men onkolog va target terapevt vrach sifatida ushbu kapnitsani tavsiya eta olmayman. Ushbu videoni chiqarishimizdan maqsadimiz shuki, AST2 fraksiyasini juda ham noto'g'ri, sterillanmagan holatlarda kapnitsa qilib olayotgan bemorlarimiz bor. Ularni ogohlantirish va to'g'ri foydalanish to'g'risida tavsiyalarni berib o'tmoqchiman. AST2 fraksiyasini xabaringiz bor, 1940 va 50-yillarda Darogov tomonidan tavsiya etilgan. Bu urush vaqtlarida bemorlarga har tomonlama individual holatda yordam berishligi uchun. AST2 fraksiyasi amaliyotda shifokor va onkolog sifatida men ushbu fraksiyani o'zboshimchalik bilan ishlatmasliklarini tavsiya qilaman. Har qancha tabiiy va samarali bo'lmasin, bu vosita ayniqsa tomir orqali yuborishda sterillik, aniq doza va tabiiy nazoratni talab qiladi. AST2 fraksiyasini qabul qilishda muhim jihatlarni hozir sizlarga aytib o'taman. AST2 shifokorsiz uy sharoitida yuborish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Men ham ushbu kapnitsani tavsiya berish maqsadida bu videoni tayyorlaganim yo'q. Faqatgina to'g'ri va samarali yondosh uchun ushbu videoni tayyorlamoqda. Ushbu kapnitsani asosan hayvonlar uchun chiqarilgan bo'lib, ya'ni hozir tavsiya berishim mumkin bo'lgan holat birinchi navbatda hayvonlar uchun kapnitsasini tavsiya beraman. Ya'ni AST kapnitsasini hayvonda qoramollarda hisobida oladigan bo'lsak, taxminiy 300-400 kg atrofidagi hayvonga 5-10 ml AST2 fraksiyasidan tortib, uni 300 ml fizrasorga qo'shgan holatda hayvonga yuboriladi. Endi qo'y, mol, echki va hammasiga faqat vesiga qarab turib yuboriladi. Bunda hayvon bo'lganligi uchun har qanaqa tadqiqot ham, boshqasi ham hammasi mumkin. Hayvonlar uchun bu tadqiqot hisoblanmaydi. Chindan ham AST2 kapnitsasi bor, hayvonlar uchun chiqqan va hozirda ham foydalanilmoqda. Hayvonlarga faqatgina kapnitsa emas, og'iz orqali ichirish ham bor. 30-50 ml AST2 fraksiyasini 300 ml oddiy suvga aralashtirib ichirganda har qanaqa undagi ortiqcha kasalliklar chiqib ketmoqda. Samarasi juda yaxshi bo'lyapti. Chunki buni biz har tomonlama tadqiqot o'tkazayotgan shifokorlar, mana veterinar shifokorlar bilan ham maslahatlashib, gaplashib turamiz. Juda yaxshi natijalar beryapti ekan. Endi inson organizmi bu Allohning ne'mati, bu juda ham nozik hisoblanadi. Inson organizmiga ushbu modda kirgandan keyin to'liq tadqiqot o'tkazilmaganligi uchun nojo'ya ta'sirlar berishi mumkin. Endi insonlarda foydalanishi mumkin bo'lgan, lekin tavsiya berilmaydi buni. Mumkin dozalarni tanlaydigan bo'lsak, AST fraksiyasidan 1 ml olib 50-60 kg insonga 200-250 ml fizrastor bilan birgalikda tomirdan yuborilmoqda. Bu aynan bizda yuborilmoqda degani emas. Shu tarzda bemorlar juda ham ko'p atsivlar qoldirishmoqda, shu tarzda olishyapti ekan. Undan yoshi katta, deylik 70-80 yoshlik yoki 60 yoshlik bemorlarga katta dozalar mumkin emas. Faqatgina organizm ko'tara oladigan bemorlar bundan foydalanmoqda. Ushbu mahsulot intoksikatsiyaga olib kelmasligi uchun mutaxassis nazorati ostida olish kerak bo'ladi. Ushbu kapnitsani mana xabaringiz bor, 10-12 yillik tajriba asosida juda ham ko'p atsivlarni ko'rib bormoqdaman. Bemorlar juda ham ko'p yozishadi. Ushbu kapnitsani men qabul qildim. Necha gram, qanday foizlarda qabul qildi, hammasini menga yozishadi. Men ular bilan birgalikda aloqaga chiqib, qanday qabul qilgani va kimning nazoratida, kimning tavsiyasi bilan qabul qilgani hammasini gaplashib, muhokama qilib boraman. Va shu tajribalardan men shunga xulosaga kela olaman. 60-70 kglik bemorlar 1-1,5 ml
fraksiyadan va 200-250 ml fiz rastvor bilan birgalikda aralashtirgan holatda 2-2,5 soat atrofida qabul qilishgan. Nega hamma shu AST2 kapelnitsasiga qiziqmoqda? Yuzlab, minglab odamlar bir oy davomida juda ham ko'p arsivlar yozishmoqda. Qanday qilib AST kapelnitsasini qabul qilaman? Qaysi kasallikka mumkin, qaysi kasallikka mumkin emas? Har bir bemor o'zini kasalligini kommentariyada yozishmoqda. Men umumiy qilib hozir aytmoqchiman. AST2 kapelnitsasini asosiy qo'llanilganda onkologik kasalliklarda, diabetda ham qo'llanishyapti, teri kasalliklarida, psoriaz, ekzema va davosi topilishi qiyin bo'layotgan og'ir kasalliklarda qo'llanilmoqda. Buni ya'ni kommentariyada o'qiganimizda bemorlar o'zligicha qo'llashmoqda. AST kapelnitsasini qabul qilishda juda ham og'ir holatlarga kelgan insonlarni hali biz ko'rmadik. Yaxshi natija erishganlarni har kuni yozishmoqda, ko'rib bormoqdamiz. AST kapelnitsasini juda ham ehtiyotkorlik va sterillangan holatlarda qabul qilish kerak bo'ladi. Ushbu kapelnitsa saraton kasalligini yoki bo'lmasam boshqa bir kasalliklarni, deylik mana saraton kasalligi 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi bosqichlarda xavfli, xavfsiz saratonlar bor. Ushbu saratonlarda aniq bu kasallikni davolab beradi degani emas, juda yaxshi natijaga erishayotgan bemorlarni ko'rayotganimiz uchun ushbu videoni tayyorlandim. Bu saraton kasalligini to'liq davolash uchun emas, ya'ni immunoterapiya sifatida foydalanilmoqda. Ya'ni aytaylik, saraton kasalligini to'liq davolash uchun yoki bo'lmasam qisman davolash uchun ximioterapiya yoki bo'lmasam zamonaviy yevropeyskiy davolash usullari hozir bizga kirib kelmoqda. Immunoterapiya va target terapiya usullari. Ana shu usullardan foydalanish kerak, ammo har bir bemorning ham imkoniyati bo'ladi yoki bo'lmaydi. Ba'zi bir bemorlar yozishadi, operatsiya qilishni xohlamayman, saraton kasalligi chiqqan. Deylik 1-chi, 2-chi bosqichda yoki 4-chi bosqichda. Ili ximioterapiya olishni xohlamaydi yoki luchevoy terapiya yoki-da operatsiyani. Shu holatlarda hech narsani xohlashmaydi, ammo davolanishga imkoniyatlari ham yo'q yoki bor. Imkoniyatdan va xohishlardan kelib chiqqan holatda bemorlar asosan AST2 fraksiyasini tanlashmoqda. Shuni aytib o'tishim kerak. AST2 fraksiyasini ichib yoki bo'lmasam kapelnitsa orqali qabul qilgan bilan bemor 100% yoki qisman tuzaladi degani emas. Shuning uchun doimo onkolog nazoratida bo'lishingiz kerak bo'ladi. Sizda yoki yaqinlaringizda saraton kasalligi chiqadigan bo'lsa, faqatgina AST2 kapelnitsasi yoki buni og'iz orqali ichish bilan cheklanib qolmasdan, og'iz orqali ichish bilan cheklanib qolmasdan onkolog nazoratida davolanishingizni tavsiya etaman. AST2 fraksiyasini uy sharoitida qabul qilish istagida bo'lsangiz, kun ora, har kun emas, kun ora yosh kattalar 1 ml AST2 dan tortib 200-250 ml filtrasvorga qo'shib 2-3 soat davomida, maksimum 3 soat tomir orqali tomchilatib yuborishmoqda. Endi men sizlarga buni qanday tarzda yuborilmoqda ekanligini ham hozir ko'rsatib o'taman. AST2 fraksiyasiga hech qachon havo kirmaslik kerak. Og'zi ochilgandan so'ng bu yaroqsiz hisoblanadi. 24-48 soatdan so'ng qayta ishlatish mumkin emas. Ishlatsangiz ham samara bermaydi. Shuning uchun doim sterillangan holatda qabul qilishmoqda bemorlar. Shprisni olamiz. AST2 fraksiyasining yuqori tomonidan 1 ml tortib olamiz. Bu juda ham quyuq bo'ladi. Yurak kasalligi bor bemorlarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Chunki AST2 qonni quyultirish va suyultirish xususiyatiga ega. Kimgadir quyultirish, kimgadir suyultirish. Buni keyingi videolarda to'liq tushuntirib o'taman. Xo'p, buni olganimizdan so'ng endi filtrasvorga qanday qilib qo'shilishini ko'rsatib o'tamiz.
Mana ko'rmoqdasiz. 1 millilitr AST2 fraksiyasidan oldim. E'tiboringiz uchun aytib o'tishim kerak. AST2 buni boshqa bir variantlari ham bor. AST3 degan. Buni faqatgina teri toshmalarga foydalaniladi. AST3 ni faqat sirtqi tomondan foydalanadi. Ya'ni faqat teriga yoki bo'lmasam tashqi tomondan marli orqali surtish, shu kabi ishlarni qilish mumkin. Buni esa AST2 ni tomir orqali yuborish tavsiya etish mumkin. Shuni aytib o'tishim kerak. AST2 ni foydalanishda tomir orqali yuborayotgan bemorlar bor, lekin AST3 deganini hech qachon tomir orqali yoki og'iz orqali ichish mumkin emas. AST3 faqat tashqi tomonlama foydalanish uchun. Mana hozir 1 millilitr AST ketyapti. Rangi biroz o'zgaradi. Buni chayqatgan holatda 2-2,5 soat davomida tomir orqali yuboriladi. Kun ora. Bir safar o'ng tomirdan olsangiz, ikkinchi safar chap tomirdan olishingiz kerak bo'ladi. Buni har kuni qo'llash mumkin emas. Tomirlarni charchatib yoki bo'lmasa kuydirib qo'yish mumkin. AST2 dan shifo topganlarni men o'zim kommentariyada kuzatganimda 100-120 ta bemor shifo topganini menga yozishdi. Ya'ni shifo topganda faktiski qog'ozlarni hali ko'rmadim. Faqatgina yaxshi natijalarga erishgani, saraton kasalligini 3-4 bosqichlarda ham yaxshi natija berganligi haqida kommentariyalar bor va ularga telefon qilib, qanchalik natijada yoki bo'lmasam qancha vaqtda necha kun qabul qilganda yaxshi natijaga erishganlarini guvohi bo'ldim. Ushbu fraksiyani tayyorlashda 1 millilitrdan qabul qilish ham mumkin, ammo 1 millilitrdan oshirgan holatda 2-3 millilitrgacha ham chiqarish mumkin. O'rtacha dozani 2 millilitr deb olishingiz mumkin. 3 millilitrda tomirlarda charchoq va og'riq berishi mumkin. Mana hozir 1 millilitr yubordik. Endi esa ikkinchi millilitr yuborsak 2 millilitr bo'ladi. Rangi borgan sari to'qlashib boraveradi. Ushbu AST2 fraksiyasini qabul qilishda bu zaharli hisoblanmaydi. Faqatgina sog'liqni saqlash tomonidan dunyo bo'yicha hech qaysi davlatda, hattoki Rossiyadan chiqqan va Darogov tomonidan ishlab chiqarilganda ham ruxsatnoma olinmagan tomir orqali yuborish uchun. Chunki bu hayvon uchun qo'llanilgan, insonlarda haligacha to'liq tadqiqot o'tkazilmagan. Ushbu preparatni tayyorlashda inson uchun ham hozir mumkin bo'lgan holatlari bor. Bu kapelnica sifatida emas, kapsula sifatida hozir biologik faol qo'shimcha BAT ko'rinishda hozir chiqyapti. Ushbu kapsulani og'iz orqali bir kunda 2 mahal 1 oy davomida yoki bo'lmasam 3 oy davomida qabul qilishyapti. Ushbu kapsuladan har kun ichish ham mumkin, chunki bu rasmiy ruxsatnoma olingan sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan Rossiyada. O'zbekistonda ham bu narsa hozir qo'llanish boshlangan. Rasmiy hali ruxsatnoma olmagan bo'lsa ham olib kelishyapti hozir Rossiyadan ushbu BAT vositasini. Ko'rinishida AST2 deb yozilgan va tarkibi ham shu AST bo'ladi. Fraksiyadan tashkil topgan. Ushbu kapsulalar juda ham qimmat turadi, ya'ni bizni pulimizga 400-500 ming so'm atrofida bo'ladi. Ya'ni 30-40 dollar atrofida bo'ladi. Ammo uning kuchi bitta 3 dollarlik yoki deylik 4 dollarlik ASTdan ko'ra quvvatsizroq hisoblanadi. Chunki uning dozalari biroz kamroq, jelatin ko'rinishda bo'lganligi uchun kuchli doza bo'lmaydi, juda ham kam dozada bo'ladi. Yaxshiroq natijaga erishish uchun AST2 fraksiyasini har kuni ertaman va kechqurun ovqatdan 1 soat keyin 1 millilitr tortib 200 millilitr oddiy suvga aralashtirib ichish bu juda yaxshi natija beryapti.
Yosh kattalarda 2 ml ertaman, 2 ml kechqurun ichish tavsiya beriladi. Endi buni har kuni ichish kerak deb ayta olmaymiz, chunki organizmga dam berishimiz kerak. Oshqozon ichak kasalliklari bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshash kasalliklar bo'lishi mumkin. Dushanba kunidan juma kunigacha sxema qilib ichish juda ham mos keladi. Shanba, yakshanba kuni ichmaymiz, dam olamiz. Dushanbadan juma kunigacha og'iz orqali 2 ml ertaman, 2 ml kechqurun ichish mumkin, faqatgina ovqatdan keyin, 1 soat keyin. Ovqatdan oldin ichiladigan bo'lsa, oshqozonga qo'shimcha yon ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Buni ko'plab turlari bor, ichish sxemalari. Ularni boshqa videolarda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni tomchilatib ichish yoki bo'lmasam agressiv kasalliklarda buni kuchaytirilgan dozalarda ichish mumkin. AST kapelnitsasini olishda juda ham ehtiyotkorlik bilan olishni tavsiya beraman. Agar olmoqchi bo'lsangiz, ASTni ichmoqchi bo'lsangiz, kunlik dozasi bor. Dushanbadan juma kunigacha ichadigan bo'lsangiz, ertaman va kechqurun umumiy hisobda 8 ml gacha mumkin deb berilgan Darogov tomonidan. Ya'ni ertaman 4 ml, kechqurun 4 ml ichish mumkin. Ushbu dozani 8 ml dan kunlik oshirib bo'lmaydi. Chunki Darogov ham buni ta'kidlagan, organizmga zarar berishi va intoksikatsiya berish holatlari kuzatilishi mumkin. Shuning uchun Darogov aytgandek, bir kunda 8 ml ichish mumkin. Bunda ham har kun emas, haftada 5 kun. Endi buni ichish davomiyligi bor. Bir haftada 5 kun ichadigan bo'lsangiz, qancha muddatgacha ichishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Ushbu savolga ham javob berib o'tamiz. Ushbu preparatni bir hafta davomida 5 kun ichdingiz va davomiyligi 3 oydan 6 oygacha davom ettirish mumkin. Endi buni yosh bolalarga ham ichirishmoqchi bo'ladi. Deylik 1-2 yoshli bolalar yoki deylik 5-6 yoshlik saratonga chalingan yoki shu kabi og'ir kasalliklarga chalingan bolalarga ham berishmoqchi bo'ladi. Yosh bolalarga men tavsiya qila olmayman. Chunki bu juda ham nozik dori hisoblanadi. O'z xohishi bilan ichirishlari yoki bo'lmasam tashqi tomondan AST uchidan foydalanib teri toshmalariga surtishlari mumkin. Ammo buni tavsiya qilish juda noto'g'ri bo'ladi. Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan qachonki ruxsat bo'lsa, shunda to'liq tavsiyalarni berishi mumkin. Hozircha sizga aytib o'tgan ma'lumotlarim shu. AST2 kapelnitsani oladigan bo'lsangiz, juda ham ehtiyotkorlik bilan olishingiz kerak bo'ladi. Agar ichmoqchi bo'lsangiz, saraton kasalliklari, qandli diabet, teri kasalliklari, teri toshmasi, dermatit va shu kabi og'ir kasalliklar, hattoki sirroz kasalliklarida ham foydalanishyapti. Ushbu holatlarda dozalarni belgilagan holatda ichishingiz mumkin. Agar sizda qo'shimcha savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, iltimos qilib qolardim, kommentariyada yozishda ismi, familiyangiz, tug'ilgan yilingiz yoki bemorni yaqin bo'ladigan bo'lsangiz, bemorning to'liq danilari va kasalligi qachon kelib chiqqani, shu haqida to'liq ma'lumot bering va har bir kommentariyada yozgan savolingiz javobsiz qolmaydi. Hammasiga to'liq o'zim nazoratga olib javob berib boraman. Faqatgina to'liq savol berilsa, to'liq javob olishingiz mumkin. Sizda men aytib o'tgan kasalliklardan tashqari minglab kasalliklar bor. Shularning biri bo'lishi mumkin. Shuning uchun video davomida hammasini aytib o'ta olmayman. Kommentariyada yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Doktor Behzod TV saraton kasalliklarida, qandli diabet, jigar sirrozi, gepatit kasalliklarida siz bilan birga podpisatsiya tugmasini bosing va doimiy bizni kuzatishda davom eting.